Tinchlik kengashini tuzilishi. Qarang, dunyo deylik tarixida desak ham bo'ladi, bizni tariximizda desak ham bo'ladi. O'zbekiston birinchi bo'lib siyosiy yirik tashkilotchi tuzuvchisi sifatida shuni tashkil qildida. Bu oddiy holat emas. Biz a'zo bo'lib kirmadik ularga. Biz tashkil qilyapmiz shuni. Bundan keyin ham endi mana shu yerda bizning mutaxassislarimiz, mana sizlar, boshqalar shu tashkilotda ishlaydi tashkilotchi sifatida. Endi savol tug'iladi. O'zbekistonning bunday tashkilotga faqat shu arab davlatlari, deylik, yo o'sha yerdagi musulmon davlatlari qo'llab-quvvatladimi, yana boshqa bir sherigimiz bormi? Mana shu yerda tizim tashkil qilishga asosiy muhim rol o'ynagan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari shunda O'zbekistonni taklif qildi. Keling, uchrashuv emas, keling shuni birgalikda tashkil qilaylik deb. Bu deylik qaysidir ma'noda juda katta mas'uliyat, juda katta e'tirof etish. E'tirof etishganda mana O'zbekistonni deylik davlatchiligi bor, qadimiy madaniy yodgorliklari boshqalar bilan birga bular ish qila oladi. Dunyo siyosatini belgilashga mas'uliyati ham bor, qiladi ham degan ma'noda borda.